Tergovchi. Qimmatga tushgan xato. Komil Sindarov. 21-qism. Matnni Ziyovuddin Hakimov o'qib eshittiradi. Faxriddin shahar prokuraturasi binosiga yetib kelganda eshik oldida uni guruh a'zolari va 3-4 kishi kutib turardi. Tezkor xodimlar olib kelgan guvohlar asosan avtobus haydovchilari bo'lib, ular qachonlardir Toshkent Bekobod yo'nalishi bo'yicha qatnagan. Guruh rahbari har bir guvohni shaxsan o'zi so'roq qildi. Avtobus haydovchilariga Ahad Botirovning rasmi ko'rsatilib, ularning bu shaxsni tanish-tanimasliklari surishtirildi. Shofyor rasmdagi kishini tanimasliklarini, hech qachon ko'rmaganliklarini ta'kidlashdi. Bozorboy degan sersavlat, mo'ylovli kishi Botirovning rasmini ko'rib, darrov tanidi. Bu rahmatli Ahad doktor-ku, albatta taniyman. Axir biz u bilan qamalmasidan oldin qo'shib turganmiz. Ajoyib inson edi-da, Alloh joyini jannatda qilsin. Amin. Qo'shni turgan ekansizlar-da, juda yaxshi. Faxriddin yonida o'tirgan Sanjarbekka qarab qo'ydi. Ha-da, jon qo'shni bo'lganmiz. Sho'rlik nohaq qamalib ketdi. O'rta yo'lda Guldek xotini, 2 bolasi ham juvonmarg bo'ldi. Hech kim boshiga bunaqa savdo tushmasin, iloyo. Nega u kishini nohaq qamalgan deyapsiz axir? Aybsiz kishini kim ham qamardi? Tergov, sud bor-ku. Yo'ni bilmadim, lekin o'sha paytda shunga o'xshash gaplar tarqab ketgandi. Men ham sizga eshitganimni aytyapman, yana kim bilsin. Maylim. Hozircha bu gaplarni qo'ya turaylik. Aytingchi, siz Botirovni qamoqdan chiqqandan so'ng ham ko'rganmisiz? 1-2 marta avtobusimga chiqqandi. Toshkentga birga ketganmiz. Yo'l haqini olmayman desam ham to'lab ketgandi o'shanda. Lekin bechorani dardu amado qilganga o'xshardi. Eti suyagiga yopishgan, rangi ro'yi so'lg'in bir ahvolda edi. Shunda insonning shunaqa ayanchli holga tushib qolganidan rosa afsuslangan edim. Keyin eshitsam o'zi ham bandalikni bajo keltiribdi. O'lim haq deydilar, Bozorboy akam. Bir kunmas bir kun hammamizning borar yo'limiz shu bo'ladi. Tergovchi hamsuhbatidan gap olish maqsadida ataylab munozaraga chorladi. To'g'ri aytasiz, inim. Bu dunyoda faqat yaxshilik qilgan savob ishlaring qolar ekan. Bozorboy aka. Ahad Botirov nima yumush bilan Toshkentga borayotganligini sizga aytganmidi? Qayerda deysiz? Ahad kam gap odam edi. Bular bo'lmas narsani gapiravermasdi. Biror narsa so'rasang javob berardi xolos. Ha endi Toshkentga shunchaki o'ynab kelish uchun bormagandir. Biror yumush bo'lgandir-da, lekin menga aytmagandi. Oxirgi marta qachon sizning avtobusingizga chiqqanligini eslay olasizmi? Bunga ancha bo'lib ketdi. Kuz oylari edi chamamda, chunki yonidagi sherigi qora charm kurtka kiyib olgani esimda. Botirovning sherigi ham bormidi? Faxriddin joyidan turib ketdi. Ha, anavi tasqara bilan birga edi shekilli. Yana bilmadim, menga shunday tuyuldimi? Har holda o'sha ayol bilan yonma-yon o'rindiqda o'tirib gaplashib ketishgandi. Balki shunchaki avtobusda bir o'rindiqda o'tirishib, tanishib qolishgandir. O'sha ayol kim edi? Siz uni taniysizmi? O'rtoqlar, 1 daqiqa diqqat qiling. E'tiboringiz markazida Ziyo TV YouTube kanalining asoschisi va muallifi Ziyovuddin Hakimov. Videoni ushbu daqiqasiga qadar agarda hamroh etgan bo'lsangiz, demak, ijodimizga befarq emassiz. Shunday ekan, sizdan birgina iltimos, bittagina like tugmachasini bosib va albatta qo'ng'iroqcha va izohlarda o'z fikri, mulohazalaringizni qoldirsangiz kifoya. Bu esa YouTube algoritmiga monand ko'proq insonlar ko'rishiga sabab bo'ladi. Albatta bu o'z navbatida bizni yanada ko'proq videolarni tayyorlashga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Boy bo'ling. Bu ayolni kim ham tanimaydi. O'yinchi qiz, bu ayolni ko'p to'ylarda ko'rganman. Ismi nima edi? Madinami, Maftunami, Manzurami? Ishqilib ismi M dan boshlanardi-da. O'sha qizni hozir ko'rsangiz taniysizmi? Taniyman, lekin u qiz keyingi paytlarda to'y hashamlarda ko'rinmay ketdi. Sanjarbek, siz zudlik bilan shahardagi san'atkorlarni, otarchilarni topib, o'yinchi qizning shaxsini aniqlang. Faxriddin Karimovich yordamchisiga yuzlandi. Sanjarbek shoshilinch chiqib ketdi.
Bozorboy aka, sizga rahmat. Tashqarida biroz kutib turasiz. Raqqosa qizni olib kelishsa, sizning yordamingiz zarur bo'ladi. Tergovchi o'rnidan turib, oradan chiqdi. Mana bu yerda o'tira turing. Bo'pti. Siz bemalol ishingizni qilavering, inim. Men shu atrofda bo'lib turaman. Ish qilib ko'p qolib ketmaymanmi? Kampirimni Beshkito'ga olib borishim kerak edi-da. Ulgurasiz, odam, ulgurasiz. Faxriddin Karimovich telefon orqali Tohir G'ofurovich bilan bog'lanib axborot berib qo'ydi. Piyoladagi sovib qolgan choydan ho'plar ekan, ilk bor o'zini yengil his etdi. Bu o'yinchi qiz ko'p narsani bilsa kerak. Ahad uni bekorga olib yurmagan, ishqiy sarguzashtlari uning ko'ngliga sig'magani aniq. Demak, Botirov qizdan o'zining razil rejalarini amalga oshirish yo'lida foydalangan. Bu qiz jinoyatning bevosita ijrochisi bo'lmasa-da, har holda uni sodir etishda ishtirok etgan bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda u Ahadga yollanma qotilni topib berishda yordamlashgan. Gulmira yuborgan xat ham shu o'yinchining qo'lida qolib ketganmikin? Nima bo'lganda ham kalavaning uchi topilganga o'xshayapti. Ishqilib bu safar adashmagan bo'laylikda. Eshikda qillab Sanjarbek kirib keldi. Faxriddin aka, shahardagi hofizlardan 3-4 tasi bilan gaplashib, o'yinchining belgilarini aytgandim. Ular bir ovozdan bu Marziya degan fikrni aytdilar. Uning manzilini ham aniqladik. Tezkor xodimlar hozir o'sha yoqqa ketdi. Uyda bo'lsa bir pasda olib kelishadi. Yaxshi, demak Marziya deng. Bozorboy shofyor tanisi bo'lgani, bu yog'iga ishimiz yengil ketardi. Bor umidimiz shu qizdan, agar u ham bizni jinoyatchilarga olib chiqmasa, yana boshi berk ko'chaga kirib qolamiz. Yo'q, bu safar unday bo'lmaydi. To'g'ri yo'ldan ketayotganimizga imonim komil. Faxriddin Karimovich shogirdining yelkasiga urib qo'ydi. Allaqachon tushlik vaqti bo'lganligiga qaramasdan, tergovchilar ovqatlanishga borishni xayoliga ham keltirmasdi. Vaqt juda sekin o'tardi. Odatda kutganda shunaqa bo'ladi. Soat millari go'yoki bir yerda depsinib turganday. Faxriddin toqati toq bo'ldi shekilli, sigaret chekish bahonasida tashqariga hovliga chiqdi. Sanjarbek beixtiyor unga ergashdi. Prokuratura hovlisidagi chinor tagida bir muddat suhbatlashib turishdi. Shu payt 2-3 tezkor xodim bo'y basti kelishgan juvonni boshlab kelib qolishdi. Marziya deganlari shu ekanda, Bozorboy shofyorning og'zidan suvi qochganicha bor ekan, xayolidan o'tkazdi Faxriddin. Sanjarbek ayolni ichkariga boshlar ekan, orqadan kelayotgan Faxriddin yo'lakdagi o'rindiqda o'tirgan Bozorboy shofyorning qulog'iga shivirladi. Shumi? Xuddi o'zida. Bozorboy hozirgina yonidan yoqimli ifor taratib o'tib ketgan ayolga ishora qilib. Shu yerda bo'lib turing, kerak bo'lsangiz o'zim chaqirtiraman. Guvohni xonaga olib kirishdi. Sanjarbek unga joy ko'rsatib o'tirishga taklif etdi. Faxriddin choy quyib uzatdi. Marhamat, choydan oling Marziyaxon. Ayol yalt etib tergovchiga qaradi. Siz bilan tanishmizmi? Tanish bo'lmasak, mana endi tanishamiz. Mening ismim Faxriddin Karimovich, tergov guruhi rahbariman. Bu yigit tergovchi Sanjarbek. Marziyaxon, sizga xizmat yuzasidan 1-2 savolimiz bor. Oldindan aytib qo'yay, sizdan faqat rost gapirish talab etiladi. Tushunarlimi? Tushundim. Ayol ohista bosh irg'adi. O'zi nima gap? Tinchlikmi? Siz Ahad Botirovni tanirmidingiz? Tergovchining qo'qqisdan bergan savoli ayolni gangitib qo'ydi shekilli. Nima deyishni bilmay bir lahza jim qoldi. Qaysi Ahad? Bobomurodova, o'zingizni go'llikka solmang. Bizga hammasi ma'lum. U kishi olamdan o'tib ketdi shekilli. Negadir Marziyaning ovozi qaltirab chiqdi. Ha, u kishi rahmatli bo'lgan. U bilan qayerda, qachon tanishgan edingiz? Marziya o'ylanib qoldi. Shu topda tergovchining keyingi savollariga qanday javob berishni o'ylayaptimi yoki haqiqatda Ahad bilan qachon tanishganlarini esga olyaptimi bilish qiyin edi. Tergovchi savolni yana takrorladi. Unga ancha bo'ldi. Hozir yodimda yo'q. Qachon tanishganimiz? Har holda yili yodingizda bordir. Qanday sabab bilan tanishgansizlar? Balki buni eslarsiz. Men maktabni bitirib, tibbiyot bilim yurtida o'qib yurgan paytlarim edi. Biroz jimlikdan so'ng nihoyat Marziya tilga kirdi. Kurs rahbarimiz yaqinda institutni bitirib
bilim yurtiga ishga kelgan ekan. U birinchi kundan boshlab menga o'zining befarq emasligini sezdirdi. Ancha payt ortimdan yurdi. Menga uylanishga va'da berdi. Men unga ishondim. Paxta terimiga chiqqanimizda xullas mening qizlik iffatimni shundan so'ng u mendan asta-sekin qocha boshladi. Men undan tezroq to'y qilib, va'dasining ustidan chiqishini talab qilsam, u turli xil bahonalar bilan meni aldab keldi. Keyinchalik butunlay mendan yuz o'girib, boshqa qiz bilan yura boshladi. Men alamdan darslarga ham bormay qo'ydim. Yashashdan umidim qolmagandi. Shunday kunlarning birida qizlar darsga ketgach, tomirimni kesib bu dunyoni butunlay tark etishga ahd qildim. Lekin u dunyoda ham meni qabul qilishmadi. Odamning ajali yetmasa o'lmas ekan. Ancha payt hushsiz yotgan, ko'p qon yo'qotgan bo'lishimga qaramay, shifokorlarning sa'y-harakatlari bilan men tirik qoldim. Meni shu Ahad aka qutqarib qoldi. Keyinchalik ham o'zining shirin gaplari, purma'no nasihatlari bilan meni hayotga qaytargan ham shu odam bo'ldi. Men rahmatli Ahad akaning oldida qarzdorman. U kishini o'z tug'ishgan akamdek yaxshi ko'rardim. Marziya ko'zidan oqayotgan yoshni ro'molchasi bilan artar ekan chuqur xo'rsinib qo'ydi. So'ng yana ma'yus ohangda davom etdi. Noming bir bor yomon otliq bo'lsa, uni yaxshiga chiqarish qiyin bo'lar ekan. Odamlar orasida mening bilim yurtidagi sarguzashtlarim haqida mish-mishlar tarqab ketdi. Uyimizdan sovchilarning oyog'i uzildi. Hayotim izdan chiqib ketdi. Yoshligimda san'atkor bo'lishni orzu qilardim. Yaxshigina raqsga ham tushardim. Shaxsiy hayotdagi muvaffaqiyatsizligimni san'at yo'lidagi yutuqlar bilan qoplamoqchi bo'lib, qo'shiqchilar bilan to'ylarga, yig'inlarga chiqa boshladim. Tez orada shahardagi eng taniqli o'yinchi sifatida tanildim. Hayotim izga tushib ketdi. Keyinroq Ahad akaning qamalib qolganligini eshitdim. Biroz achindim. Orqasidan izlab bormoqchi ham bo'ldim, lekin imkonini topa olmadim. So'ng u kishining xotini, farzandlari avtohalokatga uchrab vafot etganligini eshitdim. Shunday ekan ajoyib oila o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketganligi meni larzaga soldi. Botirovning boshiga tushgan kulfatlardan bizning xabarimiz bor. Hech kimning boshiga bunday ko'rgilik tushmasin iloyim. Qamoqdan chiqqandan so'ng Ahad Botirovni ilk bor qayerda uchratdingiz? Dedi tergovchi guvohni gapidan chalg'itish maqsadida. Bir kun ko'chada uchrashib qoldik. Men u kishini mutlaqo tanimabman. Bechora ozib-to'zib ketgan, g'arib ahvolda edi. Avvalgi Ahad doktordan asar ham qolmagan edi. U meni tanidi, bir joyga kirib tushlik qildik. U kishi boshidan o'tgan savdolarda nohaq qamalib ketganini, xotini bolalardan ajralib qolganini yig'lay gapirib berdi. Men uning ko'nglini ko'tarishga harakat qildim. Hayot davom etayotganligini, yashash uchun kurashish kerakligini, xullas bir paytlar menga bergan maslahatlarni o'ziga berdim. Lekin mening nazarimda uning irodasi allaqachon singan, umid uchqunlari so'nib qolgandek edi. Keyin qachon uchrashdingizlar? U sizga biror masalada ko'maklashishni iltimos qildimi? Tergovchi nihoyat o'zini qiziqtirayotgan savolni o'rtaga tashladi. Keyin ham bir-ikki marta uchrashdik. Men unga hayotga qaytishida yordam bermoqchi edim. Agar qo'limni so'rasa unga xotin bo'lishga ham rozi edim. Ammo u mening yordamimga muhtoj emas edi. U butunlay boshqacha odam bo'lib qolgandi. Hissiz, umidsiz. U sizga o'zining rejalari haqida gapirganmidi? Menimcha, uning xayolida hech qanday reja yo'qdek edi. Botirov bilan Toshkentga nima maqsadda borgan edingiz? Toshkentga? Ha, Toshkent shahriga. Yo'q, u bilan Toshkentga bormaganman. Marziya tergovchidan ko'zlarini olib qochdi. Marziyaxon, bizni chalg'itishga urinmang. Bizga ko'p narsa ma'lum. To'g'risini gapirsangiz o'zingizga oson bo'ladi. Marziya boshini eggancha indamay turaverdi. Faxriddin vaqtni befoyda o'tkazmaslik maqsadida Sanjarbekka "Bozorboy shofyorni olib kiring" dedi. Sanjarbek xonadan chiqib bir zumda gavdali bir kishini boshlab keldi. "Bozorboy aka, siz mana bu ayolni taniysizmi?" dedi tergovchi eshikdan kirib kelgan kishiga. "Xotini bilmayman-u, ammo o'yinchi, yo'q, raqqosa ekanligini bilaman. Siz uni oxirgi marta qachon, qayerda ko'rgansiz?" "Men bu ayolni qo'shnim Ahad Botirov bilan birga avtobusimda Toshkentga olib borib qo'yganman." Faxriddin Karimovich, "Xo'sh, bunga nima deysiz?" deganday Marziyaga yuzlandi. Marziya sochini uchini o'ynab yerga tikilgancha jim o'tiraverdi. "Demak borgansiz, nima maqsadda?"
Men Toshkentga ketayotgan edim. Ahad akamni bekatda uchratib qoldim. U kishi ham poytaxtga ketayotgan ekan. Avtobusda suhbatlashib ketdik. U nima maqsaddan Toshkentga borayotganligini aytganmidim? Yo'q, ishim bor degandi shekilli. Men maydalab so'rab o'tirmadim. O'zingiz nima maqsadda poytaxtga borayotgan edingiz? Hozir yodimda yo'q, balki o'g'limga kiyim-kechak sotib olish uchun borgandirman. Ancha vaqt o'tib ketdi, esimda yo'q to'g'risi. Vaqti yodingizda bormi? Menimcha avgust oyi oxirlari edi. O'rtoq tergovchi, buning aniqini bilsa bo'ladi. Kutilmaganda gapga bozorboy shofyor aralashdi. O'shanda menga yangi Mers avtobusi berishgandi va men ilk bor Toshkent marshrути bo'yicha qatnay boshlagandim. Bizda avtobuslar buyruq bilan topshiriladi. Yashang, bozorboy aka, yashang. Kallangizga qoyilman. Faxriddin Karimovich shofyorni yelkasiga qoqib qo'ydi. So'ng Sanjarbekka yuzlandi. Zudlik bilan avtosaroyga borib, o'sha buyruqni yerning tagidan bo'lsa ham topib keling. Faxriddin Karimovich, bu buyruq bizga nima berish mumkin? Dedi Sanjarbek ikkilanib. Bir oyog'ingiz borib, ikkinchisi qaytsin, dedi guruh rahbari savolga javob berish o'rniga. Tushunarli. Sanjarbek apil-tapil qog'ozlarini yig'ishtirib chiqib ketdi. Bir soat o'tar o'tmay Sanjarbek qo'lida bir varaq qog'oz bilan kirib keldi. Mana o'sha buyruq. Faxriddin Karimovich buyruqqa ko'z yugurtirib chiqib, o'zicha qo'dirladi. Demak, buyruq 17-sentyabr kuni chiqqan. 18-sentyabrdan avtobus Bekobod Toshkent yo'nalish bo'yicha qatnay boshlagan. To'g'ri, 18-sentyabr kuni edi. Endi yodimga tushdi. Chunki 19-sentyabr kuni kichik o'g'limning tug'ilgan kuni edi. Unga Toshkentdan velik olib kelib bergandim, dedi bozorboy shofyor jonlanib. Bozorboy aka, Marziyaxon, sizlar koridorda kutib turinglar. Birozdan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz, dedi Faxriddin qo'qqisdan bir narsa yodiga tushgandek. Guvohlar chiqib ketgach, guruh rahbari stol ustidagi jinoyat ishini Sanjarbekka uzatib, Ahad Botirov o'limi haqidagi ma'lumotnomani toping, dedi. Sanjarbek ishni varaqlab, aytilgan hujjatni topib boshliqqa uzatdi. Faxriddin qog'ozga ko'z yugurtirib, qichqirib yubordi. Sanjarbek, mana bunga qarang. Ana xolos, pishti gilos. Bu yog'i qandoq bo'ldi? Nima gap Faxriddin aka, tushunmadim, dedi Sanjarbek anqayib. Mana bu ma'lumotnomada Ahad Botirovning 15-sentyabr kuni vafot etganligi qayd etilgan. Bozorboy shofyor esa shu yili 18-sentyabrdan Toshkentga qatnay boshlagan va u Botirovni poytaxtga olib ketgan. Yo'q, bu bir anglashilmovchilikdir. Balki bozorboy adashayotgandir. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Sanjarbek taajjubini yashira olmay. Bo'lsa bordir, ammo buni tekshirib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Siz hozir avtokorxonaga qaytib borib, arxivdan bozorboy shofyorning yo'l varaqasini topib keling. Uning o'zini ham birga olib boring. Yordami tegishi mumkin. Sanjarbek chiqib ketgach, Faxriddin xonada u yoqdan bu yoqqa yurib, fikrlarini jamlashga harakat qildi. Bu yana qanday sir-sinoat bo'ldi? Botirov o'ziga alibi hosil qilish uchun shunday yo'l tutdimi ekan? Demak, u tirik. Unda o'lgan, dafn etilgan kim? Nahot u o'zini gumondan xolis qilish maqsadida kimnidir o'ldirgan bo'lsa, yoki bu yerda qandaydir anglashilmovchilik bormi? Endi ishni nimadan boshlash kerak? Qanday yo'l tutsa to'g'ri bo'ladi? Qabrni ochib eksgumatsiya qilish kerakmi? Yo'q, bunga hali erta. Qabrdan kovlab o'likni tahqirlash oson ish emas. Shoshmaslik kerak. Avvalo bu holatni yaxshilab tekshirib, oydinlashtirib olish lozim. Eksgumatsiya qilish qochmas. Agarda Botirov o'lmagan bo'lsa, Bahrom Safarovichning yo'qolishida uning qo'li borligi aniq. Agarda u tirik bo'lsa, qayerga yashiringan bo'lishi mumkin? Unda Bahrom akaning tirikligiga ham umid qilsa bo'lar ekanda. Oradan shuncha vaqt o'tib ketdi, balki shu payt eshik taqillab xonaga "Mumkinmi o'rtoq tergovchi?" deb Marziya kirib keldi. Faxriddin aka, menga ruxsatmi? Keling, o'tiring. Afsus, sizga hali javob bera olmayman. Ayrim masalalarga aniqlik kiritib olaylik. Keyin ko'ramiz. Marziyaxon, avtokorxonada olingan ma'lumotlarga qaraganda, bozorboy shofyor siz va Botirovni 18-sentyabr kuni Toshkentga olib ketganligi ma'lum bo'ldi. Ammo boshqa bir hujjatda Botirovning o'sha yili 15-sentyabr kuni vafot etganligi qayd etilgan. Siz buni qanday izohlaysiz? Marziya bu sirdan voqif shekilli taajjubga tushmadi. Indamay yer chizib turaverdi.
Mirziyoxon, bu juda muhim fakt. Agar siz chindan ham 18-sentyabr kuni Toshkentga Botirov bilan bir avtobusda ketganligingizni tan olsangiz, bu uning tirikligini, o'lgan odam boshqa shaxs ekanligini anglatadi. Shuning uchun o'ylab javob berishingiz lozim. Men Ahad aka bilan Toshkentga borganligim aniq, lekin hozir men bu voqea aynan qaysi sanada ro'y berganligini eslay olmayman. Axir oradan shuncha vaqt o'tib ketgan bo'lsa, balki o'sha kuni 13 yoki 14 sentyabr bo'lgandir. Bo'lishi mumkin, ammo hozir bunga 100% aniqlik kiritadigan hujjatni olib kelishadi. Lekin chamamda siz bu sirdan oldin xabardor bo'lganga o'xshaysiz. Sizdan iltimos, bizga to'g'risini ayting, aks holda o'zingiz sezmagan holda noxush voqealarga aralashib qolishingiz, jinoyatchilarga sherik bo'lib qolishingiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilib tergovga yordam qilsangiz, sizga qonunda ko'zda tutilgan huquq va imtiyozlardan to'liq foydalanish imkoniyatingizni kafolatlaymiz. Men bilganlarimni aytdim. Sizlardan hech narsani yashirayotganim yo'q. Siz Botirovning tirikligini oldindan bilarmidingiz? Yo'q. Marziya qisqagina qilib ishonarsiz javob qildi. Uning o'lganligi haqidagi xabarni qachon, kimdan eshitgan edingiz? Shundan so'ng uni ko'rdingizmi yoki tirikligi haqida biror xabar eshitganmisiz? Ko'p qatori men ham bu haqda eshitganman, lekin kimdan eshitganimni eslay olmayman. Shaharda shunaqa gap so'z tarqagandi o'shanda. Ahad akaning tirikligi haqida hech kimdan eshitmaganman. Hamma uni o'lgan deb biladi. Sentyabr oyi o'rtalarida Toshkentga u bilan birga ketganlaringizdan keyin biror joyda uni uchratdingizmi? Yo'q. Oxirgi marta o'shanda ko'rgandim. Bo'pti. Hozircha tashqarida kutib turasiz. Faxriddin joyiga o'tirib, stol ustida turgan ko'p jildlik ishni varaqlashga tushdi. Bir qancha guvohlarning ko'rsatmalarini diqqat bilan o'qib chiqdi. So'ng Sanjarbekning hayallayotganidan diqqati oshib sigaret tutatdi. Oradan 2 soatdan ziyod vaqt o'tib Sanjarbek bir kishini boshlab keldi. Faxriddin aka, mana bu yo'l varaqalarim arxivdan topish biroz qiyinroq bo'ldi. Bozorboy aka haqiqatda 18-sentyabr kunidan Toshkentga qatnashni boshlagan ekan. Bu fakt Sanjarbek qo'lidagi bir parcha hujjatlarni guruh rahbariga uzatdi. Juda yaxshi. Yaxshi. Men hujjatlar topilguncha bo'sh turmasdan Toshkent Bekobod yo'nalishida qatnagan bir necha shofyorlar bilan gaplashdim. Abdurahim aka bir qiziq gapni aytib qoldim, dedi Sanjarbek eshik yonida turgan qotmadan kelgan chamasi 45-50 yoshlardagi kishiga ishora qilib. Abdurahim aka, bu kishi bizning guruh rahbarimiz Faxriddin Karimovich. Boya menga aytganlaringizni yana bir takrorlab yuboring. O'shanda men Ikarus haydardim. Kuz paytlari edi. Shamamda kechki payt Toshkentdan qaytayotib, avtobus svetoforda to'xtadi. Yonimdagi qatoriga bir Jiguli kelib to'xtadi. Shofyorning yonida o'tirgan yigit tanishdek tuyuldi. E'tibor berib qarasam, Ahad doktorning xuddi o'zi. Qo'rqib ketdim. Negaki men Ahad doktorning qo'lida davolangan edim. U vafot etganiga o'shanda 1-1,5 oy bo'lgandi. Janozasida o'zim qatnashgandim. Oynani tushirib unga gapirmoqchi bo'ldim. Uning ham ko'zi menga tushdi, lekin o'zini tanimaganga olib menga orqasini o'girib oldi. Keyin odamga o'xshar ekan-da degan xayolga bordim. Agar uning dafn marosimida ishtirok etmaganimda, odamning Ahad doktor ekanligiga 100% ishongan bo'lardim. O'sha voqea qachon bo'lganligini eslay olasizmi? Kuz payti edi-yu. Men unda Bekobod, Guliston yo'nalishida ishlardim. Toshkent yo'nalishida yuradigan Ro'ziboy ismli shofyor kasal bo'lib qolgani uchun meni boshliqlar vaqtincha uning o'rniga o'tkazishgan edi. Faxriddin aka, men Abdurahim akaning gapi bo'yicha yo'l varaqalarini, buyruqlarini ko'tardim. Sanjarbek sumkasidan bir uyum hujjatlardan chiqarib boshliqqa uzatdi. Bu kishi haqiqatda 16-20 oktyabr kunlari Toshkentga qatnagan. Bu haqda buyruq ham bo'lgan ekan. To'g'ri, aytdim-ku, kuz edi deb, dedi Abdurahim shofyor gapi tasdig'ini topganidan so'ng. O'sha ko'rgan odamingiz Ahad doktor ekanligiga ishonchingiz komilmi? Dedi guruh rahbari Abdurahim shofyorga yaqinroq kelib. Agar doktor rahmatli bo'lmaganda tushib ko'rishgan bo'lardim, lekin shundoq yonidan ko'rdim. Xuddi o'zginasi edi-da. Siz haqqa o'xshaysiz.
Ahad doktor o'lmaganga o'xshaydi. Faxriddin Karimovich joyiga o'tirdi. Yo, blo, nahotki. Unda o'lgan kim bo'ldi? Men axir janozasida ishtirok etgandim-a. Abdurahim shofyor yoqasini ushlab qoldi. Abdurahim aka, yaxshilab eslang. O'sha Jigulining rangi qanaqa edi? Oq edi. Sut rangmi deyman. Ahad doktor mashinaning old o'rindig'ida shofyorning yonida o'tirib ketayotgan edi dedingiz. Shofyorga ko'zingiz tushdimi? Uning biron bir belgisi yodingizda qoldimi? Tergovchi maydalab so'rashda davom etdi. Shofyorga e'tibor qilganim yo'q. Lekin orqa o'rindiqda yana 2 kishi borday tuyuldi. Adashmayapsizmi? Rost gapiryapman. Ularning birorta o'ziga xos belgilari yodingizda qolmadimi? Yo'q, tikilib qaraganim yo'q-da axir. Aytaylik soqoli, mo'ylovi deganday. Yo'q, e'tibor qilmabman-da. Mashinada ayol kishi bormidi? Bir nima deyish qiyin, balki bordir. Ularning yoshi taxminan nechalarda edi? Qanaqa yosh, qiziqmisiz? Men Ahad doktorga qarab anqayib qolibman. Boshqalarga umuman e'tibor qilganim yo'q. Jiguli qaysi tomonga ketayotgan edi? Tergovchi so'rashda davom etdi. Toshkent shahridan Bekobodga chiqishdagi svetoforda uni uchratdim. U ham shu yo'nalish bo'ylab ketayotgan edi. Mashinaning davlat raqami yoki biror xos belgisi yodingizda qolganmi? Davlat raqamiga e'tibor qilmabman, lekin Jiguli bizdan biroz oldinga o'tganda uning orqa oynasi pastiga kallasi qimirlab turadigan kuchukcha o'rnatilganligini ko'rdim. Mashina yurganda kuchukchaning boshi qimirlab, tirikdek ko'rinadi. Siz ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, ko'p shofyorlar shu o'yinchoqni mashinasining old yoki orqa tomoniga o'rnatib olishadi. Kuchukchaning rangi qanaqa edi? Kulrang edi chamamda. Yana mashinaning qanday o'ziga xos jihatlarini kuzatdingiz? Aytaylik, urilgan, bo'yalgan, singan joylari bormidi? Menimcha unaqa ko'zga tashlanadigan joyi yo'q edi-yu. Birpasda hamma narsani esda saqlab qola olmaysan kishi. Abdurahim aka, sizga rahmat. Bizga katta yordamingiz tegdi. Siz tashqarida kutib turasiz. Yana kerak bo'lib qolishingiz mumkin. Mayli, inim. Desangiz kutamiz-da, ish qilib kam bo'lsa-da nafimiz tegsa bo'lgani. Abdurahim shofyor o'rnidan turib eshik tomonga yurdi. Faxriddin aka, nimalar bo'lyapti o'zi? Nahotki Botirov tirik bo'lsa, ishongim kelmaydi. Nahotki bir oddiy vrach shunaqa ishlarga qodir bo'lsa, nahot Bahrom akani o'g'irlash ham uning ishi bo'lib chiqsa. Sanjarbek xulosalarni aytishga shoshildi. Intihom o'ti yomon bo'ladi. Qalbida qasos olovi yonayotgan inson misoli ko'zi qonga to'lgan sherga o'xshaydi. Hech narsadan tab tortmaydi. Menimcha Botirov ham shu ko'yga tushgan. Qarang-a, 4 yil oldin Botirovning iziga to'g'ri tushgan ekanmiz. Faqat uning vafot etganligi fakti bizni to'g'ri yo'ldan chalg'itgan ekan. Botirov bizni rosa laqillatgan ekanda, biz shohida yursak u bargida yurganligini qaydan bilibmiz? Sanjarbek og'ir xo'rsindi. Mayli. Hammamiz ham xom sut emgan bandamizda. Endi bu yog'iga hushyorlikni qo'ldan chiqarmasligimiz lozim. Botirov tirik. Bu degani tezda uni qo'lga olmasak, u boshqa jinoyatlarga qo'l urishi mumkin degani. Ikkinchi tomondan Bahrom Safarovich uning qo'lida bo'lishi mumkin. Odatda qasoskor o'ch olayotgan kishisini birdan yo'q qilishga oshiqmaydi. O'ljasining qiynalishini, azoblanishini xohlaydi. Uni ma'nan o'ldirishga harakat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda Bahrom Safarovich tirikligi ehtimoldan xoli emas. Bu esa zudlik bilan uni qutqarish chorasini ko'rishni taqozo etadi. Faxriddin biroz o'ylanib qoldi, so'ng qo'liga qog'oz qalam olib nimalarnidir yozishga tushdi. Birinchi vazifa: Ahad Botirovning o'lmaganligi faktini aniqlash. Tezda murdani eksgumatsiya qilish to'g'risida qaror tayyorlang. Toshkentda uning amakisi yashaydi. Eksgumatsiyada qatnashish uchun chaqirtirish lozim. Agar qabrga dafn etilgan shaxs Botirov bo'lmasa, unda murdaning shaxsini aniqlashimiz lozim. Marziyani qaytadan batafsil so'roq qilishimiz kerak. U ko'p narsadan xabardorga o'xshaydi.
uni qanday bo'lmasin gapirtirishimiz zarur. Ikkinchi vazifa. Ahad Bodirovning yashash manzilini aniqlash. Tabiiyki, Bodirov hozirda o'z ismi, familiyasi bilan emas, boshqa nom bilan yashab yuribdi. Menimcha, qabrga uning o'rniga tushgan shaxsning pasporti qo'lida bo'lsa kerak. Murdaning shaxsini aniqlash, Bodirovning yangi ismi sharifini aniqlash imkonini bergan bo'lardi. Uchinchi vazifa. Zudlik bilan Bodirovning Toshkent va Bekoboddan tashqari shahar va qishloqlardagi aloqalari doirasini aniqlashimiz lozim. To'rtinchi vazifa. Bodirovning qotillik jinoyati bo'yicha qo'zg'atilgan ishni yana suddan olish va u bo'yicha ishlash. Jinoyat ishini tergov qilgan tergovchi menimcha avtohalokatda vafot etganligi qayd etilgan edi. O'sha avtohalokat tafsilotlari ham puxta o'rganib chiqilishi lozim. Bu yerda ham Bodirovning qo'li bo'lishi mumkin. Jinoyat ishini sudda ko'rgan sudyaning ham agarda hozirda tirik bo'lsa, hayoti xavf ostida. Bodirov unga ham yetib borishi tabiiy. Baxtimizga uni yo'q qilishga ulgurmagan bo'lsin. Sudyani himoya qilish chorasini ko'rishga majburmiz. Kech soat 9 ga barcha guruh a'zolarini yig'ing. Vazifalarni bo'lishib olishimiz zarur. Men rahbariyatga axborot beraman. Lozim bo'lsa, Toshkentdan qo'shimcha kuch so'raymiz. Asosiysi kechikmasligimiz kerak. Har daqiqa g'animat. Endi hammasiga chek qo'yish vaqti yetdi. Fardin aka, nima deysiz? Bahrom aka tirikmikin? Sanjarbek boshliq aytgan topshiriqlarni yozib olar ekan, qog'ozdan boshini ko'tarib boshlig'iga tikildi. Menimcha tirik. Bodirov uni qayergadir yashirgan bo'lishi mumkin. Har holda shunga umid qilsak bo'ladi. Lekin voqealar biz o'ylagandan boshqacharoq ham bo'lishi mumkin. Buni vaqt ko'rsatadi. Hozircha umidsizlikka tushmaylik. Iloyo tirik bo'lsin-da, Bazira opaga achinaman. Bechora ayol boshi bilan ne qiyinchiliklarga duch kelmadi. Ne azoblarni boshdan kechirmadi, lekin bir on ham umidsizlikka tushmadi-ya. Hamma Bahrom akani o'ldiga chiqarganda ham u erining tirikligiga o'zini ishontira bildi. O'zi uni qidirishga tushdi. Ammo qoyil qolish kerak. Bizga kalavaning uchini u topib berdi. To'g'ri aytasiz. Bu ayolning matonati hammamizga o'rnak bo'lmog'i lozim. Yaxshi, qolgan gaplarni keyin gaplashamiz. Tezroq ishga kirishing. Faxriddin Karimovich shaxt bilan o'rnidan qo'zg'aldi. Men Marziyani batafsil so'roq qilishim lozim. Siz topshiriqlarni bajarishga kirishing. Tushunarli. Hurmatli kuzatuvchilar, kitobning navbatdagi qismlarini birinchilardan bo'lib kuzatib, voqealar rivojiga guvoh bo'lmoqchimisiz? Unda Telegramdagi Detektiv kanaliga a'zo bo'ling. Muntazam tarzda taqdim etiladigan qismlarni tinglab, dunyo qarashingizni kengaytirishingiz mumkin. Bir martalik to'lov evaziga butun boshli kitobni xohlagan paytingizda o'zingizga qulay vaqtda tinglash imkoniyatidan bahramand bo'ling. Shoshiling. Joylar soni cheklangan. A'zo bo'lish uchun 97 kodi bilan 210 76 54 raqamiga Telegram orqali xato so'zini yozib qoldiring.